Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz firibgarlarni fosh qildik. Buning sababi OLXga e'lon joylagandik. Mashina sotish uchun. Ana ko'rishingiz mumkin. Mashina e'longa joylangan. Bu yerda esa yozyapti OLXdan. Ko'rishingiz mumkin. Приветствуйте, готов купить. Напишите мне Telegram, пожалуйста, обсудим deb Telegramni tashlayapti. Men yozdim. Endi esa Telegramga o'tamiz. Telegramda ham ko'rishlaring mumkin. Mana buning sayti tashlayapman. OLXdan yozganini yozyapman unga. Birinchi ishlagani miyani. Buning uchun ruscha yozishida. Keyin yozyapti, ha deyapti. OLXda men yozdim, qanday summa, siz Toshkentdanmisiz deyapti. Men summasini aytyapman. Manzil Samarqand deyapman. Bu aytyapti, pulim tayyor. Dostavka qilish kerak Navoiyga. Sizni kartangizga pul tashlab beraman. Dostavchik olib boradi. Men oilamga mashina zarur deyapti. Men aytyapman, dostavchik nimaga kerak? Siz hozir qayerdasiz? Men hozir tushunmadim deyapman. Bu men оформление qilaman va kartaga pulingizni tashlab beraman. Men hozir Chimkentdaman deyapti va mana bu ilovani skrinshotini tashlayapti. Men вы первый у меня деньги дайте. Pulni menga birinchi berishingiz kerak deyapman. Bu aytyapti, без оформления men pul bera olmayman просто так deb. Men ham Chimkentdaman, ishda deyapman. Va bu голосовой ovozli xabarda nomeringizni bering, gaplashib olaylik. Qozog'skiy nomeringizni. Men beraman, telefon qiling deb nomerimni beryapman. Bu telefon qilmayapti va men eshita olmayman deyapti. Shu yerga ham bir e'tibor bering do'stlar. Men aytyapman, dostavchik keladimi Samarqandga? Meni olib borishim kerakmi desam, bu keladi Samarqandga dostavchik deyapti. Qachon keladi deyapman. Ertaga удобно время deyapti. Aytyapman, farqi yo'q, yaxshi deyapman. Lokatsiya va telefon nomer so'rayapti. Men tashlayapman. Va lokatsiyani ham tashlayapman. Hozir deyapti. Eng buni bilgan joyi, men shu joygacha buni bilmagandim. Men bunda deb bo'lyapti. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mana shunda. Ustiga bos deyapti. Men ustiga bosyapman. btc.uz. Keyin bosganimdan keyin chiqib kelyapti. Hamma narsa saytda tayyorlab qo'ygan. Sizlarga ko'rsataman hozir. Mana ochish. Men bu ism, adres, nomer hammasi soxta. Men bu tayyorlagan hammasi soxta buni. Получить средства. Shu yerdan 33 million so'm pulni oling deb ko'rsatishyapti. Ko'rib turganinglardek, mana shu joyida. Shu joyida mana shundan pulni oling deb aytyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, mana bossangiz nomer kartaning nomerini va srogini so'rayapti va nomer telefon. Karta nomer kiritib, ularni missiyasida godni, yilini, oyini kiritib, nomer telefon kirgizsangiz, nomeringizga kod boradi, ayting deydi, o'shani aytsangiz, o'zi shu bilan tamom. Siz kartangizdagi bor pulni yechib ketadi. Keyin men aytyapman, mana как убрать deb yozganman, ko'rishingiz mumkin. Javob kelmagan. Men alo deganimda bilib qolib, keyin alo desam, qanday alo deyapti.
Keyin men so'kinib yozib yuboryapman va u shu bilan blokka tiqib yubordi. Bular do'stlar hozir OLX-da avtoe'londa ham ish yuritishyapti. Atak qissadan qissa ogoh bo'lamiz. Ogohlik davr talabi. Firibgarlarga ishonib aldanib qolmang. Hammaga rahmat. Shunaqa kerakli kontentlar uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang do'stlar.